Assalomu alaykum, hurmatli kasbiy ta'lim nuqtai loyihasi foydalanuvchilari. Ushbu epizodimizda kasbiy ta'lim loyihasida vaucher asosida o'qigan o'quvchilarning imtihon jarayonlarini ko'rib chiqamiz. O'quvchini imtihondan o'tish uchun birinchi navbatda o'quvchiga imtihon uchun ruxsat berish kerak. Shuning uchun bu yerda imtihonga ruxsat berish tugmasi bosiladi. Bu oynaga kelish uchun o'quvchilar menyusidan imtihon tabi tanlanadi. Imtihon tabi tanlangan paytda o'qishini tugatgan guruhlar ro'yxati chiqib keladi. O'sha ro'yxatning ichidan guruh nomi ustiga bosib ushbu jadvalni ochish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Javob berishimiz kerak. Bu yerda ruxsat berish tugmasi bor va rad etish tugmasi bor. Ruxsat berish tugmasi bosilganda o'quvchining quyidagi telefon raqamiga SMS xabarnoma boradi. SMS xabarnomada imtihonga kirish havolasi va imtihonga kirish uchun bir martalik kod boradi. O'sha kodni yuborilgan havolani ichiga kiritib imtihonga kirib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar o'quvchi telefon raqamini o'zgartirgan bo'lsa, telefon raqamini ustiga bosib, yangi telefon raqamini kiritib va o'sha yangi telefon raqamiga imtihonga kirish uchun SMS xabarnomani yuborish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Biz hozir ushbu o'quvchimizga imtihon uchun ruxsat berib ko'ramiz. Ruxsat berish bosganimizda, o'sha tepalamizga ruxsat berish bosganimizda mana imtihon topshirishlar soni 1 o'zgaradi va imtihonga ruxsat berilgan o'quvchi imtihon boshlamagan bo'lib turadi. Agar imtihon boshlagan bo'lsa, imtihon boshlagan deb turadi. Endi bu o'quv markazi profilida qiladigan ishlarimiz. Endi o'quvchi o'zi nima ishlar qilishini endi ko'rib chiqamiz. O'quvchiga SMS kelgandan keyin o'quvchi o'zining kompyuteridagi brauzerni ochadi. O'quvchiga SMS kelgandan keyin o'quvchi o'zi kompyuterida yoki o'quv markazi ta'minlagan kompyuterda SMS xabarnomadagi havolani brauzerda ochadi. Brauzerda ochib ko'ramiz. Ochganimiz bilan ushbu ma'lumotga ko'zimiz tushadi. Sababi o'quvchining kompyuterida bizga kerakli bo'lgan brauzer yo'q. Hozir ustidan qilib olishimiz kerak yoki ushbu havolani so'ralgan brauzerda ochishimiz kerak. Ya'ni Google Chrome brauzerida. Bizda Google Chrome brauzeri bor. Mana agar yo'q bo'ladigan bo'lsa kompyuterda mana bu ko'k tugmani bosish orqali o'quvchi o'zining kompyuteriga yuklab olish kerak bo'ladi. Yuklab bo'lgandan keyin Google Chrome brauzerini ochadi o'quvchi. Google Chrome brauzeriga SMS xabarnomadagi havolani kiritadi. Kiritgandan keyin mana bizga boyaga ogohlantiruvchi xabar chiqmadi va SMS xabarnomadagi bir martalik kodni so'raladigan input ochiladi. Ochilgandan keyin SMS xabarnomani telefondan ochgandan keyin o'sha SMS xabarnomani ushbu joyiga kiritib testga kirish tugmasi bosiladi. SMS xabarnomani kiritamiz. Ya'ni SMS xabarnomadagi kodni, bir martalik kodni bir martalik kodni kiritdik va testga kirish tugmasini bosamiz. Bosganimiz bilan quyidagi oyna ochiladi. Bizdan parolni saqlashimizni so'raydi. Bizga parol bir martalik, shuning uchun kerak emas parol saqlashi. Va bizdan brauzer, kamera va mikrofonga ruxsat so'raydi. Bu yerda ruxsatni berishimiz kerak. Bermagan taqdirimizda imtihonga kira olmaymiz, chunki bizdan talab qilinadigan narsa imtihon davomida hech kim yordam beryaptimi, yordam bermayotganligini mikrofon orqali tizim tekshirib boradi. Shu sababdan kamera yoki mikrofon kelasiga ham ruxsat berishimiz kerak. Biz ruxsat beramiz. Ruxsat berganimizdan keyin ham mana brauzer tekshiruvidan o'tdik, web kamera tekshiruvidan o'tdik, mikrofon tekshiruvidan o'tdik. Lekin hali monitor va ochiq dasturlar tekshiruvidan o'tmadik. Ulardan o'tishimiz uchun bizda pastda Proctoring Realsoft degan programmani kompyuterga uстановка qilgan bo'lishimiz kerak. Agar uстановка qilgan bo'lsak, bu yerda Proctoring deb kompyuterni o'zidan ochib, uni yurgizib yuborishimiz kerak, ya'ni orqada ishlab turishi kerak ushbu programma. Agar uстановка qilinmagan bo'lsa, bizga kompyuterimizga to'g'ri keladigan programmani uстановка qilishimiz kerak. To'g'ri keladigan yoki to'g'ri kelmasligini pusk va r tugmalari bosiladi va bosilgan paytda komanda kiritadigan oynacha ochiladi. Bu oynaga ms info 32 komandasi kiritiladi va OK tugmasi bosiladi. OK tugmasi bosilganda bizda mana bu yerda system type yoki rus tilida bo'ladigan bo'lsa type deb chiqadi va type'da bizda ko'rishimiz mumkin 64 system type'li kompyuter. Odatda hozirgi kunda hamma kompyuterlar 64 system type'li, ya'ni 64 razryadli kompyuterlar. 32 razryadli kompyuter bo'ladigan bo'lsa, siz 32 razryadli, ya'ni siz ochgan paytingiz mana bu yerda 32 chiqadigan bo'lsa, siz 32 lik programmani uстановка qilishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin biz hozir ko'rib chiqamiz. 64 razryadli kompyuterga 64 razryadli programmani yuklab olib ko'ramiz. Yuklab olish tugmasini bosamiz va bu yerdan yuklab olishni boshlaydi. Ozgina kutamiz, mana bu yerda yuklab olishini. Mana yuklanib bo'ldi. Endi bu programmani kompyuterga o'rnatamiz. Ustiga bossak, o'sha programma
o'rnatilish jarayoni boshlanadi. Boshlangan paytda sizda ham xuddi shunaqa oyna ochilishi mumkin. Mana bu yerda run degan tugma bor. Bosmasligimiz kerak. Biz mana bu yerda pastga chiziqcha tortilgan more info degan yozuv bo'ladi, tekst bo'ladi. O'sha tekstning ustiga bossak, mana bu yerda run anyway degan yana bitta tugmacha paydo bo'ladi. Biz o'sha yangi paydo bo'lgan tugmachani bosishimiz kerak. Va run anyway qilamiz. Bizga kerak bo'lgan programma uстановка bo'ladi kompyuterimizga. Kompyuterga uстановка bo'lgandan keyin avtomatik tarzda programma quyidagicha ochiladi. Realsoft Factoring. Agar sizda ochilmasa, siz testga kira olmaysiz. Kira olmasligi sababi mana bu monitor tekshiruvi va ochiq dasturlar tekshiruvidan o'ta olmaydi kompyuter. O'ta olmaganingizdan keyin mana bu yerda keyingisi tugmasi bosilmaydi. Biz ushbu tekshiruvlardan o'tganimizdan keyingina testga kira olamiz. Mana bu programma yurib turishi kerak orqada kompyuter. X ni bosib o'chirib qo'ymaysiz. Agar o'chirib qo'yadigan bo'lsa, yana testga kira olmaysiz. Biz shunchaki bu programma ochilgandan keyin mana bu yerdagi minus tugmachasini bosib minimize qilib qo'yamiz. Programmani yurgizib bo'lganimizdan keyin mana hamma tekshiruvlardan o'tdik. Monitor tekshiruvi, ochiq dasturlar tekshiruvidan o'tdik. Ochiq dasturlar tekshiruviga to'xtalib o'tamiz. Ochiq dasturlar tekshiruvi bu yerda bizda faqatgina brauzer, bizga kerak bo'lgan brauzer va undan tashqari boshqa programmalar kompyuteringizda yurib turibdimi yoki ishlab turganligini tekshiradi. Agar sizda Telegram, shunga o'xshaydigan ijtimoiy tarmoqlar, boshqa programmalar kompyuterda ishlab turgan bo'lsa, bu ochiq dasturlar tekshiruvdan o'ta olmaysiz. Yoki kompyuterga o'zini monitoridan boshqa yana bitta monitor ulangan bo'lsa, ya'ni bitta monitordan ko'p monitor bo'ladigan bo'lsa, ushbu tekshiruvdan ham o'ta olmaysiz. Agar mikrofon tekshiruvi, bu mikrofon tekshiruvi mikrofoningiz boya aytib o'tganimdek ishlamayotgan bo'lsa, testga kira olmaysiz. Ya'ni bu tekshiruvdan ham o'ta olmaysiz. Web kameradan ham xuddi shunaqa. Agar kamerangiz ishlamayotgan bo'lsa, sizda kamera yo'q bo'ladigan bo'lsa, kompyuteringizda web kamera ulashingiz kerak. Yokida siz testga ushbu tekshiruvdan o'ta olmaysiz, testga kirishdan oldin. Biz hozir hamma tekshiruvdan o'tdik va endi ko'rib turishingiz mumkin, keyingisi degan tugmani bosish imkoniyatimiz ochildi. Va keyingisini bosamiz biz. Endi biz quyidagi oynaga duch kelamiz. Bu oynada siz testni qanaqa joyda, qanaqa muhitda o'tkazishingiz haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Bu ma'lumotni ko'rib chiqishingiz tavsiya qilinadi. Ko'rib chiqqaningizdan keyin men qoidalar bilan tanishdim degan pastdagi checkboxni bosishingiz kerak bo'ladi. Bosganimizdan keyin mana keyingisi tugmasi ochiladi. Biz yana keyingisi tugmani bosamiz, tugmasini bosamiz. Va biz testga kirishdan oldin o'zimizni kamerada, ya'ni testga haqiqatan ham o'zimiz kiryapmizmi yoki o'quvchini o'zi kiryaptimi yoki o'quvchini o'zi kirmayaptimi, shuni tekshiradi tizim. Bu yerda tushgan rasmimiz pasportimizdagi rasm bilan solishtiriladi va agar to'g'ri mos keladigan bo'lsa, ya'ni tizimdan ro'yxatdan o'tgan odam, ya'ni o'zi bo'ladigan bo'lsa, biz imtihonga kirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Meni ko'rib turibsiz, hozir yuzimda chalg'ituvchi elementlar ko'p, naushnikim bor, ochki bor. Agar bunaqa gadjetlardan foydalanib rasmga tushsangiz, tekshiruvdan o'ta olmaysiz. Buning uchun siz tizim tekshirish uchun xalaqit qiladigan qurilmalarni yechib turishingiz kerak. Imtihon davomida ham xuddi shu narsa amal qiladi. Ya'ni siz naushnik yoki shunga o'xshash qurilmalardan foydalana olmaysiz. Ya'ni agar foydalanadigan bo'lsangiz, sizni tizim tanimaydi. Doimiy sizni imtihon davomida tekshirib turadi. O'rningizga boshqa odam kelib testga o'tiradigan bo'lsa ham, sizni testdan chetlashtirishga sabab bo'ladi. Endi biz suratga olishni bosamiz, test qilib ko'rish uchun. Olishni bossak, rasmga oldik va mana bu yerda sizga ro'yxatdan o'tkazmadi, ya'ni tanimadi yuzimni. Shuning uchun biz qaytadan rasmga tushamiz. Faqatgina qulog'imizdagi naushnikni yechib va ochkini yechib tushamiz. Mana tekshiruvdan o'tdik. Tekshiruvdan o'tishdan oldin yana bitta eslatma. Sizda kamerangiz, ya'ni kompyuterdagi kamera iloji boricha sifatli bo'lishi kerak. Agar sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni eskiroq kompyuter bo'ladigan bo'lsa, uni kamerasi ham eski va sifatsizroq bo'ladi. Sababi yangi, ya'ni sifatli kamerani ishlatish sababi tizim boya aytib o'tganimdek doimiy imtihon davomida tekshirib turadi. Agar kamera sifati past bo'ladigan bo'lsa, sizni rasm deb o'ylaydi va tizim sizni avtomatik tarzda testdan chiqarib yuboradi. Shu sababdan kamera iloji boricha sifatli bo'lishi kerak. Agar kompyuterning o'zi sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni eski bo'ladigan bo'lsa, sizdan yangi web kamera sotib olish tavsiya qilinadi.
va testdan o'tganimizdan keyin, ya'ni tekshiruvdan o'tganimizdan keyin mana keyingisi degan tugma yana ochildi va keyingisi tugmasini bosamiz, bizga test boshlab beriladi. Test boshlanishidan oldin biz quyidagi amalni bajarishimiz kerak, ya'ni ekranni share qilishimiz kerak. Tizim doimiy siz nima qilayotganingizni kuzatib turadi oynada. Shareni bosamiz. Bosganimizdan keyin full screen ga o'tishimiz kerak. Mana bu yerda sizni ekran rejimiga o'tishi talab qilinadi tizim tomonidan. O'tish tugmasini bosamiz va imtihon to'liq ekranda ochiladi. Sizdan yana bir talab qilinadigan narsa bu yerda stop sharing degan tugmani bosib yubormasligingiz kerak. Mana ko'rib turibsizki, men gapiryapman va tizim sizni mana bu yerda ishonch darajasidan tushirib tashlaydi. Shovqin aniqlandi. Ya'ni tizim test ishlab turgan jarayon paytida hech qanaqa shovqin, hech qanaqa gap eshitmasligi kerak. Agar eshitadigan bo'lsa, sizni ishonchlilik darajasi tushib ketadi va 60 dan pastga tushgandan keyin tizim avtomatik tarzda sizni testdan chetlashtiradi. Shuning uchun siz iloji boricha jim xonada, tinch xonada testda ishlashingiz kerak. Bu test boshlandi, biz test ishlab ko'ramiz. Biz hozir ishonchsizlik darajasidan chiqib ketdik. Ya'ni Proctoring bizni hozirgi paytda Proctoring qoidalariga amal qilmaganimiz uchun tizim bizni chetlashtirdi. Ya'ni ularni ko'rib turishingiz mumkin, nimalar amalga oshirilganligini, nimalarni tekshirganligini. Ya'ni testdan biz yiqildik. Tizim aytyapti, ishonchsizlik darajasi 49% ga tushib ketgan. Ya'ni quyidagi qoidabuzarliklar amalga oshirilgan. Ya'ni 30% tirikligi aniqlanmadi. Buni sababi hozir ko'rib turganingizdek, biz kamerada mana shuni taqib o'tdik. Ya'ni bizni haqiqiy o'zimizni tanimadi. Ya'ni sababi naushnikim bor edi. Shu naushnikim borligi sababdan bizni tizim haqiqiy emas degan sabab bilan testdan chetlashtirgan edi. Boya tavsiya qilganimdek, yaxshiroq kamerada, sifatli kamerada, tinch xonada testga kirish tavsiya qilinadi. Agar kimdir gapirib turgan bo'lsa ham, mana bu yerda suhbat aniqlandi degan qoidabuzarlik aniqlanadi va tizim sizni testdan chetlashtirishga sabab bo'ladi. Agar hamma qoidabuzarliklarni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana shularni hammasi 0 bo'lib turishi kerak va 0 bo'lgan paytda Proctoring natijalaridan siz o'tasiz. O'tganingizdan keyin mana o'tdi degan yashil bitikka chiqadi va test natijalari ham qo'shimcha hisoblanadi. Test natijalaridan ham biz o'ta olmadik, ya'ni ulgurmadik. Chunki Proctoring bizni ishonchsizlik darajasidan chiqarib yubordi. Test ishlab bo'lganimizdan keyin yaxshi tugmasini bosishingiz mumkin yoki bu oynani bemalol yopib yuborishingiz mumkin. Sizning ma'lumotlaringiz saqlanib qoladi.